Hozir mana rossiyskiy asal sotadigan joyga keldim, lekin qimmat ekan mana namni. Bitta naqasi 200 ming ekan. Hop qaranglar, ajoyib narsani ko'rdim. Zagil degan guldan olinar ekanda. Bucha 2 yilda bir marta gullar ekanda. Botqoda o'sar ekan, tasavvur qilsangmi? Botqoda asal olishsin. Shu botqoda o'sadigan guldan olinar ekan, zagil ekan, ajoyib. Bu Altaydan kelar ekan. Yana mana ma'minisi bor ekan. Lipa Bashkiriya degani bor ekan. Bu shu Boshqirdiston bor-ku, Tatariston. O'sha yerda mashhur asal ekan. Shamollashga zo'r deyishyapti. Ajoyib. Allohning mo'jizalari shunaqa. Tabiiy mahsulotlardan shifobaxsh bo'lmaydi baribir. Qaranglar mana buni o'lgan arilar bor, o'lgan asallarini spirtga solib qo'yib, shunaqa nastoyka olinar ekan. Podmora deyilar ekan. Bu ana oyog'i og'riydiganlarga, mana shunaqa kasalliklarga yaxshi ekan sursa. Kesanglar mana. Okalardan olib ketaverasizlar.